Necha yoshsan? 17. Mashina usta bo'lmoqchisan. Ha, shu sizga shogird tushib katta usta bo'lmoqchiman. Ha. Bo'ldi. Unda bu kundan meni shogirdimsan. Tushundingmi? Meni aytganlarimni oxirigacha qilsang, buyuk mashina usta bo'lasan. Oting nima? Qalandar Zokir Botirovich ma'lum. Ha, bugundan oting o'zgaradi. Qisqartiramiz otingga Bars qo'yamiz. Haymi? Bars desam yonimga uchib kelishing kerak. Oting nima? Bars. Bo'ldi, tamom. Meni otim Orif. Mana. Orif nasozda? Kim aytdi Orif nasozda? Hadovichi bachalar aytdi. Hadovoychilar yaxshi odam emas. Tushunding? Qayt ular yonga borma. Birinchi ish senga. Sexi pulni tozalab chiqasan. Tushundingmi? Davay, sol. uykam ay dar dilam zad ay khunay mo bolotara yak duxtara xonash asta va ya xona zur beda Bas, beraki. Avsto. Hozir mashina yo'q degan paytim yo'qasan, tushundingmi? Tamam. Men ostiki agar motori ochiqan. Tamam. Bas. Ha, Mashina yo'q qani? hozir yoqaman. tera klab zade to sahara mo gab zade Yo'q qani? Aqsaman qani yoqamanki? Stop, zajirgangiz bormi? Mashina yo'qsa zajirga nima kerak? Ha, benzin sepdim, nima bilan yoqaman? Men senga yo'q desam, mashina benzinsa yo'q dedim, ha? Men senga yo'q deganim, ichkaridan kareta burab zavod qil deyapman. Tushundingmi? Yo'q mashina. Ha, bo'ldi. Hozir men tekiga kiraman. Gaz ber degan paytim gaz berasan, tushundingmi? Ha, Davay, sherda o'tir. ha. nadunistam dadash bir man Manam katta usta bo'lib ketsam, hali bitta mashincha olamandan oyoq tegiga arqaga 3 ta qizni mindirib, gazchani van beraman-da. Mani ham kunim keladi olonasini emsa. Men senga gaz ber dedim-mi? Ha? Gaz ber dedim men senga. Sen menga o'ldirasanmi deyman? Birinchi kundan hozir sal qoldi o'ldirding meni. Kechiring, xayr, hurmat. Men senga gaz ber dedim-mi? Ha? Ayol ketamiz, usta. Sal qoldi o'ylaydingmi? Borib bormang, yaxshimisizlar? Nimaga? Nima bo'ldi? Bir shunaqa bo'lib qoldi. Tonish, yangi shogirdim. Bars otdi. Ha, tushundim, yaxshisi. Menga qara. Xullas kuzib mashina kelgandi, bitta zo'r balon kerak ekan. Sanda baloning bor deyishgan. Balon bor, zo'rdan. Ana shu balonimni men senga maslahat beraman. Bu yangi chiqqan. Kelgan klientlar mana shu maslahat beraman. Hammasi to'qib ketyapti. Buni o'ti bas. Tushundingmi? Men chaqirdim. Ket yo'qol ko'zma ko'rinma. Ko'zma yomon ko'rinapsan, ket. Bu yangi chiqqan. Bas balon 200%. Ne chaqiringiz? Qaytib bas degan paytim yo'lma kelma, tushundingmi? Ko'zma ko'rma, yo'qot. Yo'qot. Bu balon Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. 200% sifat nazorati. Tushundingmi? O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan. Tog'dami, qordami, loydami, yomg'irdami, bu joyda yursang bo'ladi. Umuman xavfsiz. Tushunyapsanmi? Yo'lda qoldirmaydi. Shishga berib, azob berib yo'lda unaqa emas. Tushundingmi? Eng zo'r o'zi shu balondan kelyapti. Aymi? Menga ma'qul olaman, bo'ldi. Davay, ol qani? Bas. Bas. Yo'l bas. Nima qaramsan? Qarama dedingiz-ku. Endi qarab, gapir bo'ldi. Tushundingmi? Bo'ldi, ishing tugat. Ertalab soat 8dan yerda bo'l. Tushundingmi? Davay, sur. testa bigirim oximnam zana diqta Yaxshi keling. Ha, usta. Sovuq-ku. Sovuq, keling ham yo'q onasini deymisan. Shu bizlar ham uyda uxlasak bo'laydi-da. Biz uyda uxlamaymiz. Pul kerakmi? Kelasan onasini deymisan. Tushundingmi? Uxlamoqchi bo'lsang-gina divancha. Klient kelsa tur o'zaman, davay. Tamam, rohomam bashimo endi yotsak bo'ladi. megum yak zur anekdoti ishqi Jonim, men seni yaxshi ko'raman. Sen meni yaxshi ko'rasanmi? Nima? Ha, uni qo'ymay qara. To'ydan keyin nechta farzandimiz bo'lishini xohlaysan?
Hay, sen bir narsa demaysanmi, gapirmaysanmi sen? Uni ham qo'ymay qara. To'yimizdan keyin seni qaysi davlatlar olib boring? Saqomikan a? Yo bu nima grom-pogrom-na? Yo yoshlikda tili ko'yganmikan a buni? O gapir, ayt, nimadir de. La qara, sen gapirasanmi, o'zi seni tiling bormi? Sen gapirib bilasanmi, men saqo-paqomsan. Qat'iy oting ayt, oting nima? Bekzodman ismi. Ha, nima bo'ldi? Qo'rqinch tush ko'rdim usta, yomon qo'rqdim o'zi. Qanaqa tush ko'rding? Tushimda bir qora tuyniga chekirib ketib turgan ekan. یک دختر خانه‌اش هستم Eshigi yaxshilab tozala, tushundingmi? Yaxshilab tozala. Ana bu yerni vakuumda to'g'ritamizda, ana bu yerga kraskacha surtamiz, yaxshi bo'ladi, tushundingmi? Ana bunisi ehtiyot bo'l. Bu sinsa, egasi ikkovimizni ham soladi, tushundingmi? Tushunding? Tozalayotgan. Ana. Ha, to'g'ri. Nima bo'ldi? Nima qilding buni? Ha? Ha? Qurt bosgan ekan, sindirib oldim. Qurt bosgan? Ha, nima yang qurt bostiraman men seni? Egasi kelmadimi men? Ha? O'rtog'i, moshim balon teshilib o'tiribdi tog'i. O shira parkovka yonyaman. Tezlashing tog'i, tezlashing. قامت Sizdan shu yo'lda kimmisiz? Uyni telefon qilib turaman, kel. Mana topdim. Bir balon topdim. Qanday baloncha qanday? Buni otib bas. Aha. Bu jahon poligonlarida sinovdan o'tgan eng zo'r balon shu. Tushunyapsizmi? 200% sifat nazorati. Tog'da, qorda, loyda, любой joyda yursangiz ham yirtilmaydi, teshilmaydi, tirishini ham bermaydi. Tushunyapsizmi? Quring. Davay. Quring tog'i. Baloningiz nechi sizni? 15. Ha bu 12 olib kelmanku. Bas. Balonni sen almashtirib qo'ydingmi? Ha? 12 balon berib qo'yarsan menga. Hozir men sen boray, seni jo'rang o'ziga berib qo'yaman, tushundingmi? Istamasam borayman. Ha tog'i, qanday? Rahmat, o'zi yaxshimisiz, tinchmisiz? Tinchmi? Bachalar yaxshimi, tinchmi? Balonni nima qildingiz? Ha, balonni 12 olib kelamiz. Hozir shunda yurib to'xtang. Ertaga men 15 keltiraman, keyin qo'yamiz yana. نگریز ای انا بگریز Nima bo'lgan aka buni? Aka yog'ini almashtirish kerak. Yo'g'ini bo'ldi hozir yarim soatda almashtirib beramiz. Ha, men abid qilib kelaman hozir. Assalomu alaykum. Rahmat. Sizda bas balon bor-da. Ha, Aka menga shundan 4 ta kerak. bo'ldi, qirol bosh kerak. Shahar aka svetofor. Qaysi svetofor? Ana Chorrahadagi svetoforda mana aka. Chorrahadagi svetofor? Ha, qizil yo'l chiqdi. Nima deysan? Telefon kelib, gaplashib kel. Bo'ldi, bor. Nima deysiz? Ha, Bugun tug'ilgan kunim esizdami o'zi? esimda nima qilay, ishdaman men. Podarka berasizmi tug'ilgan kunimga? Nima podarka berasan? Gulli buket. Qancha u gulli buket? 1 million. Ibi yo'q, menda uncha pul jillimsan sen. Agar olib kelmasangiz siz bilan o'rani ochiq qilaman. La, buket qayerdan olaman men? واق بده Aka, shaharda svetofor ko'p. Aniq adres aytinglar, svetofor degan qayerdan topaman? Aka svetofor tagdaman dedim keyindi. Jilim yo'q. Ey, menga qarang. Yoningizda kimdir bormi? Bor. Bering qaysiga telefonni. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yoningizdagi odam qayerda turibdi? Svetofordagina. Voy. Bo'ldi, olib boraman sizlar qayerda bo'lsangizlar. Hozir men balonlar egasiga olib borib kelaman. Ungacha moyini almashtirib qo'yaman mashina, tushundingmi? Davay. Sixi yo'qmi yana? Aka o'zi nimasi yaxshi baloningizmi? Yaxshimi degan so'zingiz o'zi xato. Bu balon eng zo'r balon hozir, tushunyapsizmi? O'zbekistonga endi kirib keldi. Buni oti Bars, aka 200% sifat nazorati. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan, tushunyapsizmi? Muhimi sizni uyoltirib qo'ymaydi. Bir kuruga javob beraman. تای تای تیرک لب زوای مدست Aka menga ma'qul baloningiz. Menga yo'qdi. Meni o'zim magazinim bor. Men buni o'zim olib boraman, 4tasini sotaman agar klientlarimga ma'qul kelsa bu narsa. Siz bilan dash ishlaymiz. Bo'ldi aka, tamom, kelishdik. Hozir men bagajdan olib beraman unda. Tamam. داداش گفتک شناختمت نگریز ای انا Qayerga بگریز ketdi bu? Aka, bo'ldimi? Bo'ldi aka, chutki. Ha, mashina olib ketavering, tamam. Tushunmadim, nima yo'qmi? Aka, Ha, mashina yonmay turibdi. nima yo'qmidi? Bilmayman. Bu yerda akkumulyator bor, akkumulyator qani? Ha, ana endi akkumulyator yetgan. Shuning uchun yonmayapti mashina. Kerak ekan. Men bilmayman, sen olib kelganda bor akkumulyator.
Bortun. Ha? Одинокий странник потерял свою дорогу. Время потеряло часовые пояса. Ali, Ha usta. bas. Tegirasan ekan? Aman ishim chiqib qo'yapti bir joyga kelgandim-da. Nima, Nexia'ni akkumulyator yetibdi. Sen olmading? Ona hangim? Aka, nima bo'ldi? Hozir topildi, hozir. Nima qilish kerak? Ochish kerak.